Toshkent viloyati Quychirchiq tumani Mevazor MFI, eski nomi Jdanov deb ataladi. Mana shu joyda yo'ldi, mana shunaqa katta yo'lni bo'yida mana shu xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Xonadonimiz umumiy maydoni 16 sotiq. Juda zo'r holatda. Toshkent shahariga 51 adashmasam, Food City'ga ham shu 50 kilometr. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, lokatsiyasini tashlab beramiz. Hovli qismiga keladigan bo'lsak, hovli qismiga chap tomonimizda 4 ta yashash xonasi, xonalar yaxshi holatda, o'ng tomonimizda 2 xona, oshxona, bu yoqda yana bitta xonasi bor. Bu tomonda ham 2 xona. Mana hovli qismi. Gaz, svet, suv, ichimlik suvi ham kelgan, gaz, svet, suv hammasi bor. Maktab ham yaqin. Bu yoqda qo'shni bilan chegara qismi. Kotelni. Bu yoqda shunaqasi uzun mevali daraxtlar ekilgan mana shunaqasi. Hamma issiqxonasi. Xonalarni qisqacha ko'rsatamiz. To'g'rida bitta xonasi, zal, yana bitta xona, yana bitta xonasi. Xonalari yaxshi holatda. Mana ekin ekish maydoni polniy zelin kashnishlar ekilgan. Xonadonimiz joylashuvi juda zo'r joyda, katta yo'l bo'yida joylashgan. Men bu yoqda agar mol boqaman desangiz, tayyor mana molxonalari tepasiga press pichanlar qo'yib turib, bemalol buqalarni bog'lab yemga qo'ysangiz bo'ladi. Umumiy ko'rinishi. Molxonasini ichki tomoni mana buqalar uchun tayyor joylar ham qilingan ekan mana. Dravilkalari ham bor ekan. Bu tomonida qishin yozin to'xtamaydigan suv oqib turadi. Ushbu xonadonimizga hozirgi kunda so'ralayotgan boshlang'ich narxi 58 ming AQSh dollari, yana kelishadigan joyi bor. Yana bitta narsa, bu xonadonimizda alohida mana shu qishloqda do'koni ham bor. Do'koni ham sotuvga qo'yilgan. Do'konini narxi, uni ham bor qisqacha qo'shib ketamiz videoga. 15 ming AQSh dollari, u ham ozgina kelishadigan joyi bor. Mana shu katta asosiy yo'ldan bir 70-80 metr, adashmasam 100 metr kirasiz. Mana shu do'kon, boya ko'rsatgan xonadonimiz do'koni sotuvga qo'yilgan. Alohida o'zini olaman desangiz 15 ming AQSh dollari. Hozir ichki tomonlarni ko'rsatamiz. Ikkita xona. Buni ham dokumentlari joyida. Bu yoqda ham bitta xonasi bor. Xohlang uy bilan qo'shib savdo qiling, xohlang alohida o'zini sotib olsangiz ham bo'ladi.